Shahar markazidan shinam ofis, hashamatli uy, mashina, so'nggi rusumdagi telefon, oson daromad. Bularning barchasi sizda ham bo'lishini istaysizmi? Oylikdan oylikka yashash joningizga tegdimi? Unda video ostidagi havolaga o'tib, ma'lumotlaringizni kiriting va hayotingizni butkul o'zgartiring. Ma'lumotlaringizni kiriting va hayotingizni butkul o'zgartiring. Xo'p, rahmat. Xo'p. Mazkur holat aynan siz bilan ham sodir bo'lishi mumkin. Shu va shunga o'xshash holatlar oqibatida dunyo miqyosida har kuni millionlab kiberjinoyatlar sodir etilmoqda. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi 1 yilda amalga oshirilgan jinoyatlarning 80% aynan kiberjinoyatlar hissasiga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyo davlatlarida bu ko'rsatkich 5.3% ni tashkil etmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan hushyor bo'lishni, shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermaslikni so'rab qolamiz. Ogoh bo'ling.